Assalomu alaykum akalar. Kombaynimiz sotiladi. KSK 600. Umuman rasxoti yo'q. Holati o'ta a'lo. Jatkalari mana yangi pichoqlar qo'yilgan. Jaguar 690 da pichoqlari qo'yiladi, o'raydigan pichog'i. Kombaynimiz o'ta zo'r, ishga soz holatda turibdi. Kombaynimiz o'ta zo'r, pichoqlari yangi va bir sezon ishlagan. Motorlarda umuman rasxotlar yo'q. Buni motori 238 7511 turbinalik, o'zini motori turbinasiz bo'ladi buni. Bu 400 ot kuchi ag'vag'ida. Remellari kabinasini holati, konditsionerlar bor. Ancha-muncha changlari bor, tozalansa ketadi bular. Holati o'ta zo'r kombayn. Sotiladi. Mo'rilari, bu yerda chiqish mo'rilari remont bo'lgan. Boshqa listlari almashtirilgan, paddonlari almashgan. Narxini telefonda gaplashamiz. Kombaynning holati o'ta zo'r.